Anasını yemsem oyolarım olup gitti. Şunca paytdan beri yürüp ben ahir. İmo. Bu keldim. Bana koyat. Seviyor bacha batiga salom do'stlar. Men seviyor hana salom do'stlar. Sizlar bilan yangi YouTuber Ozodcraft. Bugun men tog'dagi qishloqqa keldim. Bu yerda kam odam yashashadi deb eshitdim. Endi men shu tog'dagi qishloqda yashab qolaman. Xo'p, jigarlar ketdi. Bu onasini emsin tog'ga ham o'tib ko'p vaqt ketib qoldi. Sovqatib ketdi. Bitam to'y yo'q menga. Assalomu alaykum jigarlar. Qaysi yerda uy bo'lsa, qaysi yerda uykina? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ha, sen kimsan? Ya bizni qishloqqa solmasak kerak. Solmasak deganim yo'q. Menlar uyga qaytdi, men boshqa qishloqdan kelyapman. Necha qishloqdan kelyapsan? 139-qishloqdan kelyapman. Bu tog'dagi qishloq ekan. Menga Ashadaga sen tog'dagi qishloqqa ko'chib ketishing kerak deyishdi. U yoq zombiya vakansiya boshlandi. Bizga kelmaydimi? Yo'q, men bizni qishloqda katta devor bor edi, lekin ikkovlasi katta devor bor edi. Biz uy bilan bu yer yo'llar yopilgan, bu yer kelolmaydi. Shunday bo'lgan bo'lsa men qarshida yashaydi. Mana to'g'ridagi uyda yashaydi, 2 qavatli. Bo'ldi, хорошо, rahmat baribsizlar. Oppa, ishni yopamiz, ketdi. Mana shu uyda albatta menimcha. Uzun mer, solmasdan kirdim. Siz menmisiz? Yo'q, bola, senga kim keldi? Menga kelishga. Men u yerdagi qishloqlardan so'rovdim. Olmosni ko'p bo'lmasizda. Tema unga, tema o'tmayapti. Xo'p, o'tganim bo'lsin. Vau. Kedik deyman, qarab. Tema? Tema ham bo'pti. O'tirsan maylimi? O'tir. Hop. Siz hozir kelishdan maqsad meni 180, xullas 100 nechidan qishloqdan jo'natishdi. Sen tog'dagi qishloqda yashasang dedi. Men shuncha bu yoqqa keldim, xo'p. Sizdan men bitta uy so'ramoqchiman. Qaysi menga bo'sh uy bormi? Ha, bor. Mana tog' tepasidagi o'rnida kichkina turgan uy senga. Qaysi onami? Yaxshimi? Onami? Ha, shu uy senga. Hop, men joylashsam bo'ladimi hozirdan? Ha, bor. Rahmatmi? Demak, men endi bu qishloqda emasman, asosman. Bu yerda nima bo'lish, bu yerda uni joylashish unchalik qiyin bo'ladi, oson bo'ladi deb o'ylamagandim. Nima bu? 70 yildan beri odam kelmaganmi uyga? Hidini. Voy dod, nima bu? G'ishlar chirib ketdi. Bilmaydigan aytaman hozir men. Bu uyda yashab olmaydi. Men bu uyda yashamayman, nima chirib ketgan? Seni ham sovuq kelyapti. Menga vashfam yo'q. Nima men uyda yashayman? Ko'ta qilsa menga to'g'ri uy bering. Xohlasang yasha, xohlamasang bor, yo'qol. Ash qishloqqa qaytib ket. Yana shu yo'l qaytasan. Men o'rgan kallangga. Nima? Chivola, siz olib bormaysiz, tozamaysiz. Zahmat. Kallangga. Esnayapman. Chivola deganim yo'q, garang. Nima? Chivola. Onasini emsin bu. Quloq kar desam u million ekan u. Demak, bu uy tozalaymiz va tez yashilgan karda ketdi. Jigarlar, ozgina tez yashilgan karda va makinasi jihozlar bulib tashladim. Xo'p, endi men o'yga bor darhol chopib, bu yerda joylashaman.
keyin nima qilaman aytaymi, bilmadim. Keyin tom yopib men bu yerda dam olishimga judayam xullas dam olaman bo'ldi. Keyin men ertasi kuni mendan qanaqa bu narsa ish kerak menga deb so'rayman, izmodli ish bo'ladi. Sekin kiramiz. Voy dod, vestakam yo'q ekan-ku. Vestak hisob unutamiz. Hop, bu blokni olib tashlaymiz endi. Olib tashlab turib, yangi yasalgan g'ishtlarni qo'yamiz. Onasi nemsin. Men normal uylar desam, chidib ketgan uyni qo'yib ushatib qo'ydi. Onlarni nemsin. Men bu yoqqa kelib maza qilib yashayman desam, o'g'danmas ekan bular. Xona bo'ldi. Hop, endi sal uyni istaylik. Buzlab ketdi boku. Nimada bormi yaqqan? Onasini hech bola yo'q yaqqan. Yaxshisi u narsa olib kelaman, g'ish. Tosh degani tosh. Sal uyni isitib olaman hozir. Uyga kiramiz. Onasi nemsin? Sovuq, ko'cha sovuq. Zo'yon, men o'zim normal ish yasayman. Hop, demak bu ishni sindirib tashlaymiz. Bu normal ish. Onasi nemsin? Sen ko'p odam hab kelmabman-da. Bitta pulim yo'q. Kurtkam ham yordam bera olmayapti. Mayli. Yashaymiz-da, shunaqa qilib endi. Nima ham deymiz. Men o'yladim-ki, bu men normal joy berar desam, onlarni nemsin. Normal joy ham bermadi. Xasis men. Oppa. Kiramiz, hop, keyin pechkani mayda ochib, nimazemiz, keyin sandiq. Sandiq. Sandiq tabiqsa g'alati topiladi. Nima qo'yaylik? Ana, zo'r. Hop, endi men ondan bitta yasab turib, keyin ondan bitta yasab olaman. Men boshqa yasab qo'yibman-ku hozir. Mana. Stol yasadim. Mana. Hop, deyarli yangi hozirgina qurilmadi-yu, bu chirib ketgan ekan, bilmadim nimaga. Menda boshqa narsadan bo'lishi mumkin. Yana bilmadim. Hop, endi men dam olaman, chunki o'ta ham charchab ketdim. Mayli, o'tirdim, ovqatlanib o'tirib, men damda olaman. Qonim to'ydi. Yalla, hozir men dam olib turib, mendan ish so'rayman, keyin bilmadim nima qilamiz. Keyin to'y so'ragan bo'lamiz. Oldin dam olib, keyin boramiz. Yana uxlab sal damda oldim. Kecham tushib ketibdi, hali ham yomg'ir tinmab ketdim, yerdan ish to'lab kelaylik. Xullas, bugun keldim, mendan ish ham so'raganim yo'q. Mer, ketsam maylimi? Kel. Assalomu alaykum. Mer, yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Sizdan bitta iltimosim bor, menga ish kerak edi. Senga bitta ish bor, agar tozalaysan. Yaxshi bo'lardi. Qancha izmot oyligi? Kuniga senga bitta dona izmot beraman. Nima? Bitta dona izmotga yashab bo'lmaydi-yu. O'ylab gapiryapsizmi? 5 tadan qilasiz. Sen meni ordingmi? Men bilatmi? Xullas, men qo'limda qoladi. Sal 5 tadan qiling, endi bo'lmaydi. Bo'pti, 5 tadan. Unda 7 tadan ishga chiqarasan. Rahmat. Bo'pti, men ketdim. Ketmon tayyorlab turdim. Bo'pti, men ketdim.
Hayır, bo'pti, men uxlayman unda ertalik kutirib, lekin ishni boshlayveraman. Hayır, men uxladim. Do'stlar, sizlarga videolarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like tashlasangiz, kanalimizga YouTube shuni obuna bosib qo'ysanglar, men ham xursand bo'laman. Kanalimizdan tez orada boshlanadi. Obuna bosinglar, hammaga rahmat. Jigarlar, bizning kanalimiz yangi. Iltimos shunday podpishka qilib hammaga xayr.